Chevrolet Silverado bu kuchli, qattiq yuk tashish imkoniyati va ishonchliligi bilan mashhur bo'lgan katta avtoulov, pick-up truck. Ushbu avtomobil odatda og'ir yuklarni tortish, qurilishda ishlatish, ochiq havoda sayr qilish yoki dehqonchilik kabi faoliyatlar uchun mo'ljallangan. Keling, Silverado haqidagi ba'zi muhim xususiyatlarni ko'rib chiqamiz. Chevrolet Silveradoning asosiy texnik xususiyatlari. Dvigatel. Silveradolar turli kuch va sigimlarda dvigatellar bilan furnituralanadi. V8 benzinli, shuningdek ba'zi bozorlarda turbo benzinli yoki dizel variantlari ham bo'ladi. Uzatish qutisi. Avtomatik uzatish qutisi odatda 6, 8 yoki undan ko'p pogonali avtomat, ba'zan tortni to'liq gildirak chiqishi varianti mavjud. Bu esa chang-chuvalchaga, qor yoki notekis yerga chiqishda qulaylik yaratadi. Yuk tortish imkoniyati. Silveradoning yuk tortish quvvati, towing capacity, katta, turlicha modellarga qarab, bir necha ming kilogrammlargacha yukni torta oladi. Bu xususiyat uni yopiq treylerlarga, og'ir asbob-uskunalarning tashishda foydali qiladi. Saloni va qulaylik. Saloni keng, ko'plab o'rindiqlar konfiguratsiyalari mavjud. 2 o'rindiqli, keng kabinali, TrefTab tanlovi. Ichki qurilishi sifatli materiallar, qulay o'rindiqlar, zamonaviy multimedia tizimlari, yoq kalitli ochilish, kamera yoki radar yordamchisi kabi texnologiyalar mavjud. Xavfsizlik. Odatda ABS stabilizatsiya sistemasi, ko'p airbaglar, orqa va old kamera sensorlari, blind spot monitoring, yo'l chekkasi holatini tekshirish, shuningdek turli yordamchi sistemalar bilan jihozlangan bo'ladi. Eksterior. Katta gildiraklar, kuchli taraseriya, mustahkam old bamper, yuk pallasiga kirish-chiqishi qulayliklari, ba'zan chrom yoki qora bezaklar, LED faralar kabi jihatlar bilan ta'minlanadi. 2022 yilda O'zbekiston bozoridagi variant. Chevrolet Silverado 1500 L 2022 narxi taxminan 568 749 200 so'm. Model Silverado 1500 L. Dvigatel 5.3 litrlik 8 benzinli. Quvvat horsepower taxminan 355 hp, tortish kuchi, torque 383 lb. Uzatish qutisi 8 bosqichli avtomat. Gabaritlar, o'lchamlar, uzunligi 231, 7 dyuym, eni 81, 24 dyuym, balandligi 75, 6 dyuym, gildiraklar oraligi, helbasi 147, 45 dyuym. Ranglar opsiyalari: Nordic Blue metallit, Silver Ice metallit, Summit Pte, Black va Satin Steel metallit kabi ranglar. Silveradoning foydalanish va qulay jihatlari. Ochiq joylarda, tog'li hududlarda yoki noqulay yo'llarda yaxshi yuradi, ayniqsa tort varianti bo'lsa. Oila uchun sharoit berishi mumkin. Keng salon, bir nechta o'rinliq konfiguratsiyalari, uzun safarlar uchun qulay. Yuk tashish va tortish imkoniyati sababli qurilish ishlarida, qishloq xo'jaligida qo'l keladi. Ichki texnologiyalari, multimedia, xavfsizlik yordamchilari sayohatni ham qulay va xavfsiz qiladi. Ba'zi kamchiliklari. Yoqilgi sarfi past bo'lishi mumkin, ayniqsa katta 8 motorli yoki og'ir yuk bilan yurilganda. Kichik yo'l.